remontni ko'ryapsizlarmi? Estetichni, juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Menimcha bu kvartirada Mikelanjeloni o'zi ishlagan bo'lsa kerak. Skromniy neoklassik remont bo'libdi. Bu yerda prixожий zonamizni, garderobni shkaf qo'yib qo'yilgan. Endi koridordan yurganimizda chap qo'limizda детский spalniyimiz keladi. Razmerlari juda ham zo'r tashab ketilgan ekan. Bu yerda детский spalniyimiz, orqamizda kichkina balkonchik bor havo almashtirish uchun. Endi bu tarafimizda bo'lsa garderobni xona qilib qo'yish. Bu yerda koridorimizdan chiqqanimizda chap qo'limizda zalimiz joylashgan. Zalimizni ko'rib turibsizlar, juda ham katta qilingan. Hamma narsa bemalol sig'ib ketadi. Bu uyimiz 7 etajli, 4-etajda joylashgan. 65 kvadratdan iborat ekan. Bu yerda ko'ryapsizlar, oshxonamiz kompaktniy, juda ham chiroyli, hamma mebel texnikalar qo'yilgan. Tepada o'zini vitishkasi, gaz plitani tepasida ham yana bitta vitishkamiz bor. Endi bu eshigimizdan koridorimizga chiqsak bo'ladi. To'g'rida bo'lsa, birinchi bo'lib sanuzelimiz keladi. Совмещенный juda ham chiroyli rangda ishlatib qo'yishibdi. Yonida bo'lsa, master spalniyamiz joylashgan. Bu yerda ko'ryapsizlar, hamma mebel texnika qo'yilgan. Yonida o'zini kichkina sanuzeli ham bor ekan. Orientirimizga keladigan bo'lsak, 15-kvartal Uzmayl zapravkani oldida joylashgan yangi novostroykamiz полностью g'ishtdan qurilgan 7 etajli bino. Narxini $105 ming deyishyapti. Albatta kelishtirib beradigan joyligi bor ekan. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.